Uyanmasın. Так, Hulgar endi bizga ozgina aytib o'tadi bu joy to'g'risida. Bu bizning 3-vlog. Ну да, мы в Пекине уже. Qanday Tezroq. ат ekanini bilmay esim chiqib qoldi parkingda. Mana bu yerda bo'ladi. Tik. Ну да. Но я первый раз здесь, первый раз, поэтому мне очень нравится, очень красивый, и запах такой приятный здесь. Цветы, вот запаха, и везде деревья. Вот. Мы пришли в жаркий день, но здесь прям очень приятная погода. Да. Bizda bo'lgan, yana bugun bir mehmonimiz bor, tanishtirib o'tasizmi? Да. Pожалуйста. U bizning xitoy tilini o'rganyapti. Bizning qozoq tiliga yaxshi ko'radigan va Dimash Xudoyberdiyev fanati. Bizda Janur apay. Janur apay. 终于拍了。终于拍了，乔布斯。说一句话，说一句话就好了。这是什么样的地方？这么好的地方，我们能一起来欣赏，很开心。今天天气很好，感觉很舒服。好了。我能看看吗？到时候你可以删了重拍啊。如果我。好。Hozir endi bizning keyingi neyimiz, sal yuqori qarab chiqqandan keyin mavzuning bu yerda turgan uylari bor. Shu uylarni ko'rsatib, kazarmalar, mashinalarni ko'rsatamiz. Keyin postni, keyingi kadrni ko'rasizlar. Tak, biz hozir ikkinchi точкамizga keldik. Yonimizda turgan yuqorida mana ko'rinayotgan bo'lsa sizlarga Shang Yun deb shunday bir xram bor. Yuqoriga chiqqan paytda ichida katta kolokoli bor. Ikki tomonda shunday kichkina ozero joylashgan. Hozir ozeroni anaqada suv oqyapti. 你看一些这么多鱼呢，他们都是在这里呢。为了凉快。那边是有大的小金鱼呢。Bu tomonda bo'lgan bo'lsa, suvni oqizdiryapti. O'sha yerda yaqin arada buloqlar bor, shu buloqlardan suvlar kelib, shu hammasi o'sha pastga qarab oqib tushib. 对，我说这个怎么读呢？麻烦你给我们看一下啊，知乐豪。知乐豪。是什么意思呢？我是知乐豪。知就是知道的意思。乐就是欢乐的，豪也是水的意思。Yani bu apayning aytgan so'zi это bilamiz. Ya'ni suv yaxshi tomonga o'zgaradigan buloq degan ma'noda deb получается. Endi kichkina baliqlar qaytib kelyapti bu tomonga. Biroz vaqtdan keyin suvni qaytadan to'xtatadi. И потом undan keyin suv yam-yashilga o'zgarib ketadi. Это такое красивое место. Odamlarga baylanib yuribdi. Именно Hulgar bizniki. Hulgar как? Эмоция? Ну, zo'r прям. Hulgar новый футболкасы Uniqlo'dan. Тырс, bu yerda cena chiqadi. Tырс. Такое место. Biz 3-точкамizga qarab ketyapmiz. Hozir endi mavzuning naqasidan askarlar yotgan Помещениyadan. Да, kazarmaga boramiz biz получается. И джип mashinani ko'ramiz. Джип машина? Да, ketdik. Bizda bu yerda o'shunday bir mashina bor. Получается, bu знаменитая машина. Markasini точно bilmayman. Biroqda bu mashina знаменитая в том, что bu mashinani, короче, amerikanskiy naqalar soldatlar, короче, примерно ikkinchi jahon urushidan afg'anskiy, vyetnamskiy vayskalarda ham ko'p foydalangan, короче. И вот Kitoy тоже 1949-yili urushgan paytda, короче, o'sha mashinani foydalangan. Ne uchun? Потому что bu mashina har bir bo'lakka bo'linadi. Payqagan bo'lsangizlar, o'rtasida bo'linadigan joylari bor. И там сзади вот получается передний мост, задний мост olib tashlandi. Endi buni samolyotlarda akab yerga tashlagan. И получается bu yerda mana mavzuning o'zi o'sha mashinada, endi o'sha emas chiqar, naверное, o'sha o'xshagan kastaga mashinada o'tirib 1949-yili получается mana Willys Jeep deb aytadi ekan, получается. O'sha modelni o'tirib, o'sha yerni bukul Xitoyni Chankanchening qo'lidan bosib olgan zamonlar 5-oyning oxirlarining o'rtasidan boshlab sentyabrning oxirlarigacha 1949-yili mavzuning o'sha yerda nisi bo'lgan, o'tiradigan помещенияsi bo'lgan, bu yerda askarlar yashaydigan joylar. Mana bu yerga ketib boryapmiz. Biz hozir ko'rsatamiz. Вот такое интересное помещение, казарма. Bu yerda yotgan joylari, bu yerda askarlar turgan joylari, ammo yuqorida bo'lgan bo'lsa, mavzudun, serедине. Mana yer turibdi, получается, этот человек.
И Янда башка солдатлар. И вот якын достары. И вот здесь вот все указано. Уларның должностьлары, уларның атлары, все написано. Кызлар кызганыс. Кызлар ушундай өсөклөрүн айтат өздөрүн. Биз кетип барабыз, дальше больше. Эми яңактараак неге койтуп берген. Там есть это для... Да, мына кичине өсөптү. Соу десеңиз. Бул жайда Хулкар өзүнүн атына Ли Хуа деген китай атын жазышын өргөнөптү. 老师，能不能是给我们写一下，就是理化怎么写呢？就是正确的。立花的书写的方式是吧？是的，是的。这清楚是吧？写上面，然后先写左边，先写外边，再写里边。画的意思先写上边，先写左边，这样都可以。然后这样，先写横后写竖，不是先写，先横后竖，先撇后捺，像这些有顺序。你翻译吧。我已经翻译上了，因为是不是刚才说的从上面到下面开始的，就是我已经翻译了，老师。жоғарыдан төмен қарай жазу керек дейді, короче. Вот получается вот так? Так, да, енді өзің жазып көр. Так, yaxshi.对. Сейчас точкасын қоясың? Yok, бірінші. Так, окей. No. 对。И? Biz yana bir точкаga keldik. Yuqori qarab chiqadigan shunday bir xrom, mana bu yerda joylashgan. Katta xromning yuqorisidagi chiqadigan joy. Hozir o'sha lestницаni yuqori qarab chiqqan Tulkar. Пошла, давай ketdik. Ну, давайте, отстать. Стас. Лошадь не сенцо. Вот за меня. Это такая интересная лестница. Хоп, смола. Ketdik. Аяqlarimizni qo'yib, papaga qarab chiqib ketamiz shunday. Что красота. Inamiz по идее, chiqaverasan shunday qilib. Mana bu yerda yozilgan so'zlarni ko'rsatib bo'ladi. Keyin hammasini ma'nolarini yuqori qarab yozib qo'yaman. И что это за место? Потом keyin internetni изучить etib qo'yaman, потому что hech o'zina bir joyga keldik. Yana biz chiqgan joyimizdan mana bu yerga chiqdik. O'sha yoqqa qarab ko'tarildik. O'shanda vид ochlyapti bizda. Bu yerda bizda Olimpiskiy park. O'sha yerda zdaniyasi rasm bo'ldi. Zdaniyaning. Ana bu yerda ko'l turibdi. Bu bizda Ixuyan degan Summer Park deb aytadi, Summer Palace deb aytadi. Letniy dvorец, mana bu yerda ham rasm chiqadi. Your backpack to go to mountain. I think it's a heavy. IELTS 9.0 уровень. He make the photo. He has this ability. Work is. No, This is his work. This is my work. No, Go. ягоды. Вот у них есть этот такой маленький нахватит. Да, может быть. Да. Так, bizga yana еще 1590 метр. Пика братья. Да. О, нау. Там снаха беремся, очень красивый вид у нас тут открывается. Реально километр нормально? Наверное, bu выпуск bizda kichkintoy bo'ladi, потому что основном qiziq joylar yo'q, но только просто ходьба такая интересная. Climbing, hiking. Bizning qizlar charchab qoldi, ko'rsatay orqalarini. Enkayib, to'nqayib yuribdi. Zo'rg'a. Вот такой вид. Keyingi breakka videolarni qo'yamiz yana еще. U mana almaqanlar uchib tepada sekirib.
哦，是的，这边。哦，去多少钱？我了。拿一个你的虾片吧。我就放在这里吧。它那耳朵好绒哦，好大了。Так, я вам покажу. Это китайское древнее искусство. Что, оказывается, на хорошо? Китайское древнее искусство. Вот здесь выйдет видео, как... Вот здесь выйдет видео, как правильно сделать. Это искусство. В основном медведи демонстрируют это искусство. Апай чарчады. Біздің апай не слово? Мама не да? Біздің апай не слово? Біздің хулик яман қатты чарчады. Нет, я достигну вот эту точку. Самая главная цель бүгінгі хуликтің бицепстерін накачать ету, хуликтің бицепстерін көрсетші. Молодец. Наверное. Yana bir joyga keldik. Примерно tog'ning tepasiga 500 metr qad. Bizning qizlar. Qarab ko'rsataman yana. Darish ketaverdi oshdan. Axir yo'q. Oo, darish ketdi. 600 metrmi, 500 metrmi, 400 metrmi? Tall Gurt. Bu yoqda. Emotsiyani aytатын bo'lsam, suvni ichib, apelsinni sokni ichib, yuqoriga qarab ko'tarilib ketib boramiz. Emotsiya yaxshi. Xudo xohlasa yana bir примерно 15 minutlarda, uzoq 20 minutda yetib qolamiz. 蜜蜂 produce honey. Xitoycha o'rgatyapti. Ketdik. Гуама это торговый центр деген мағынада, получается. Гуа это же интернациональный, Мау это Мауи деген сөзден шыққан, получается. Торговля деген сөз. Международный торговля центра. Такой. И бұл жерде қызлар тұрды. Осы жерде шына кішкентай известный. Так, бізде бұл жерде тұрған жайымыз, осындай бір таш бар. Ошу көрсетемін. Мэй деген кішкентай таш екен, Мэй Рок деген айтылады. Мэй Ш деп биле. Yuqorida eski kitayskiy rolplay yozilgan. Mana aslida bo'lgan bo'lsa 1949 алдыңғы Lan Feng degan so'z yozilgan получается. Lan Feng. Здесь вот название этого человека выйдет. Очень интересно то, что bu kishi 1922-yili o'sha tashga kelgan, o'sha Xiangshan degan Fragment Hills deb aytadi, shu tog'ning oldiga kelgan. Do'stlar bilan birga aylanib yurgan paytda o'sha tashni ko'rib, 1.95 metr biyiqlikdagi, 1.90 metrlik enlikda tog'ning tepasiga o'zining familiyasini yozgan May deb. Bu kishi juda ham известный kishi, Pekinskiy opera deb aytiladi. Ya'ni 1922-yil bo'lgan bo'lsa, imperator taxtdan ketgandan keyin 15 yildan keyin bo'lgan voqea. Получается, и shu eng oxirgi imperator, oldingi imperator, Guanxi degan imperator bo'lgan, и Cixi degan, Vdova degan shuning ayasi bo'lgan. Shu kishilarning davrida, получается, Summer Palace deb aytadi, Letniy dvorsda shunday operalar qo'yilgan. Bir kun borатын bo'lsa, bu yerni ham aytib ko'rsataman, opera qo'yilgan joylar bor. Mei Lanfeng degan kishi shu yerga borib opera qo'ygan. Undan uning balasi bor, uning balasi очень известный kishi ham. Hatto'shmasam, уже hali ham tirik bo'lsa kerak, lekin qaytib bo'lib ketdimi. Hozir shularning shogirdlari уже qo'ygan. Очень известно то, что men yerga bir videosini chiqaraman, Mei Lanfeng degan uning balasinikini. Ushlari erkak bo'lsa ham ayolga o'xshab makiyaj qiladi, и ayolga o'xshab muzika aytadi. Osmonasiga qiziqqan. O'tib. Xilkar yuqori qarab chiqib boradi. Успешный успех Xilkarda. Всё, удачно. Endi biz chiqamiz, ketdik. O'sha darogani bir ko'rsatib chiqaraman.
我们也是，是吧？对对对。陪老母亲，啊，真棒！ И вот так. Все быстро можно, на самом деле можно. Такая красота. Вот этот район называется, сверху вот так видят, Мэнтоу Гоучи. Вот этот район называется у нас Хайдиан. Тот район у нас называется Сичэн. Этот район у нас называется Чонпин. И там сзади еще находится Чоньян, получается. А вот тут район Чанпин находится. И тут Шаоян. Вот так. Как? Успешный успех? Да. Он, Петр?老师，哎呀，我的鞋带都开了。分享一下你的感受，一句话。我终于到了山顶了，啊，以为到不了山顶儿，到了，太开心了，太开心了。成功，成功，成功。 А? Biz уже пастке qarab tushib boryapmiz. Eng oxirgi videomiz, наверное, biz pastga tushgan paytda bo'ladi. Но здесь пока что такой вид у нас открывается. Pekin tomonga qaragan. Красота. Hozir pastga qarab tushib ketamiz o'sha yo'l bilan. Вот так. 五环？哦，上面就那个。老师说一句话。 啊，我觉得这个地方比我原来以为我再来玩儿不一样了。我是10多年前来的，所以这次来完全是新的感觉，尤其和这新朋友特别的好。 Can? Бүгін прям за челлендж болды. В ближайшее время в биіктауға шықмағаным. И прекрасный вид откроется в город. И, ну, реально нужно подойти сюда и подниматься в гору. 好的，谢谢你们。来，我们是第3个 vlog。 үшінші блогшында бізде ақыры десем қошы. Ай. Katta rahmat bizning blogimizda bo'lganingiz uchun. Hammangiz Pekinga kelsizlar. Pekinda путешествуете, sayohat qilsizlar. И Сяншан parkiga kelsizlar. 5 soat 6 soat vaqtlarni o'tib, oyoqlaringizni barini ishib ketasizlar. Удачи. Всем доброго.